Ko'pchilik BYD olsam bo'ladimi, Leap Motors olsam bo'ladimi? Qaysi birini tavsiya qilasiz? Texnически plus minuslarini ko'rib chiqamiz. Siz videoga bitta like bosib qo'ying. Men quplanib qoldim mashinaning ichida. Oy, men quplanib qoldim. Ochib yuboringlar. Ochib yubor eshikni. Men quplanib qoldim. Boyagi Leap Motors zaryadkasi qolmagan ekan. Hozir boshqasini oldik. Bitta haydab tekshirib ko'ramiz. Mana gaz pedalini bosyapman-da, mashina 40 dan oshmayapti. Mana 39 40, 39 40. Mashinani ограничение qilib qo'yishibdi. Test drive'ga klientlarga berishadi-ku. Hamma mashinani baribir yengisi zo'r bo'ladi. Leap Motorsni videolarda sizlarga aytganman, hozir ham tushuntirib beraman. Buni hadoyi Mercedes-Benz bilan birga-bir kopiya qilib qilingan duh etapli richek, ya'ni yumshoq mashina. BYDniki bitta richekli o'zini sistemasi tuzilgan. Elektronniy sistemalarga qarasak, BYDniki Android, любой narsani yozsangiz bo'ladi. Leap Motorsniki Lunik. Hozirgacha imkoniyat yo'q edi programma yozishga. Ko'pchilik programmistlar yozadigan bo'lib ketdi. Eng muhim bo'lgan narsasi batareyka elektromobilda. Bunda butun dunyodagi sistemalarda Blade Battery degan sistema qo'yilgan. Bunda oddiy ketma-ketlik batareykasi, ya'ni 2 kg litiy железо fosfat. Faqat bunda minus tarafi batareyka agar ketib qolsa, butun boshli batareykani almashtirishingiz kerak. Bu 10 ming yoki 12 ming dollar atrofida turadi. Bunda alohida yacheykani o'zini almashtirib, batareykani remont qilsa bo'ladi. Bu 1000 dollar yoki 500 dollar atrofida sizga rasxodga aylanadi. Agar e'tiborsizlik bilan haydab yursanglar. Leap Motorsni bekorga test drive qilib yurmayapmiz. Endi hadoy jihatidan BYDni amortizator ko'p ketib qoladi. Bunda pachimli ketib qoladi. Keyin BYDni 8 yilga бrizельными пробеги garantiyasi bor edi. Endi sizlarga zo'r yangiligim bor. Endi Leap Motorsda ham 8 yil va бrizельными пробег garantiyasi bilan mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Indeksdagi Leap Motors afsanli avtosalonida. O'sha lakasi bor ekan. Sobir Rahimovda Sergeli o'zgarishda ekan. Reklama o'zi ma'lumot berishi uchun, ya'ni BYD olasizlarmi yoki Leap Motors olasizlarmi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Agar narx-navo bo'yicha ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar.